Assalomu alaykum. Sizlar bilan Golzo YouTube va bugungi videoda biz do'stlar Real Madridning bu yozdagi super transferlarini ko'rib chiqamiz. Avvalambor kanalga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Unda biz boshladik. Real Madridning birinchi transferi bu Bernardo Silva transferi. Bernardo Silva Real Madridga erkin agent sifatida qo'shildi va lekin Bernardo Silva juda ijobiy futbolchi. Uning aniq paslari, aniq IQlari Real Madridga foyda keltirishi mumkin va u juda kam jarohat oladi. Bu esa Real Madridga juda foyda keltiradi. Real Madridning ikkinchi transferi bu Yan Diomande, yosh talant. Yan Diomande bu mavsumda Olise va Yamaldan ham ko'proq dribling amalga oshirgan va uning eng foydali narsalari u yakka kirib ketish, yakkama-yakkada yutish va aniq zarbalari Real Madridga foyda keltiradi. Va Yan Diomande bu mavsum Vinicius, balki Rodrigo o'rnida ham o'ynashi mumkin. U ikki qanotda ham to'p tepib oladi. Bu transfer ham Real Madridga juda foyda keltiradi degan umiddamiz. Va nihoyat Real Madridning oxirgi 3-chi foydali transferi bu Marco Kurelya. Marco Kurelya Ispaniya bilan jahon chempionini yutdi va u jahon chempioni sifatida Real Madridga qo'shilmoqda. Uning to'pni olib qo'yishi, yaxshi o'ynashi, yakkama-yakkada yutishi Real Madridga juda katta foyda keltirishi mumkin. Va Kurelya bu mavsumda Real Madridda asosiy tarkib futbolchisiga aylanishi kutilyapti. Jose Mourinho unga ishonadi. Va mana shu aytib o'tgan hamma futbolchim juda ijobiy futbolchilar. Nima deb o'ylaysiz? Bu aytib o'tgan 3 ta futbolchi Real Madridga foyda keltira oladimi? Fikringizni kommentda yozib qoldiring va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi klub qaysi klub bo'lsin? Fikringizni yozib qoldiring.